Diqqat, yangilik! O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 4-fevral kungi 11-16 son qonuni bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanishi belgilandi. Ma'muriy ogohlantirish huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan holda unga rasmiy tanbeh berishdir. Ma'muriy ogohlantirish yozma, elektron ravishda qo'llanadi. Ma'muriy ogohlantirish kodeksning 125-moddasining 1 va 2 qismlarida 128 prim 1, 128 prim 2, 128 prim 6, 138-modda 1 va 2 qismlarda nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanadi. Bunda shaxs o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganda, shuningdek, kodeksda nazarda tutilgan boshqa huquqbuzarliklar alomatlari bo'lmaganda, ma'muriy jazo chorasini qo'llashga vakolatli organ tomonidan qo'llaniladi. Ma'muriy ogohlantirish ayni bir shaxsga nisbatan 1 yil davomida 1 martadan ortiq qo'llanishi mumkin emas. Bizni kuzatishda davom eting.